o'yinimizni biroz murakkabroq qilamiz. Ya'ni avval demak bir marta chiqish kerak enemy, keyin 2 marta, 3 marta, ya'ni levelga o'xshab o'yinimiz qiyinlashib borishi kerak bo'ladi. Ayni paytda hozir player enemy faqat bir marta chiqadi. Mana ko'rishimiz mumkin. Bitta dona chiqyapti enemy. Demak, ko'proq enemy instantiate bo'lishi uchun, spawning bo'lishi uchun spawn manager ochamiz. Bu yerda mana start metodida bir marta chaqirilyapti bu metod. Instantiate degan 11-layndagi metod bir marta ishlaydi. Bu ko'proq marta ishlashi uchun biz for loopdan foydalanishimiz mumkin. Int i teng 0, i teng 3, i plus. Demak, for loopimiz hozir yozganim 3 marta ishlaydi. Mana shu for loop ichiga mana bu metodni kodni yozadigan bo'lsak, instantiate metodi 3 marta chaqiriladi, ya'ni 3 marta ishlaydi. Shunda bizda enemylar bir marta emas, 3 ta enemy chiqadi. Mana ko'radigan bo'lsak, 3 ta enemy chiqyapti. Lekin o'yin qanaqa bo'lishi kerak? Avval bitta, keyin ikkita, keyin uchta, keyin to'rtta, ya'ni bosqichma-bosqich oshib borishi kerak enemylarimiz. Shuning uchun for loopdan foydalanishimiz to'g'ri, lekin logikani biroz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Demak, buning uchun nima qilamiz? Bu yerda spawn enemy wave degan metodni yaratamiz. Void spawn enemy wave int enemies to spawn, ya'ni nechtaligi, necha marta anaqa qilishi. Demak, buni olib tashlaymiz start ichidan, bu metod ichiga yozamiz. 3 o'rniga bu yerda enemies to spawn ni yozamiz. Chunki har doim 3 bo'lishi noto'g'ri. Bu bir safar 1, 2, 3 bo'lib oshib borishi kerak bo'ladi. Shunda spawn enemy waves metodini startda chaqiramiz. O'tgan misol uchun 5 beradigan bo'lsak, for loopimiz dinamik holatda o'zgaradi. Har safar 3 emas, bu safar 5 beryapmiz. For loopimiz dinamik holatda o'zgaradi. Ya'ni biz mana bu metod ichiga necha son kiritadigan bo'lsak, for loopimiz o'shancha marta ishlaydi. Kelinglar ko'ramiz. 5 berdim, bu safar 5 marta 5 ta enemy yaratilishi kerak. Endi yana biroz o'zgartirish kiritamiz, chunki boya aytdim, avval 1, 2, 3 bo'lib bosqichma-bosqich oshib borish kerak edi. Endi qiladigan ishimiz demak, endi enemylarni platformadan pastga tushib ketganda destroy qilish yozishimiz kerak. Shuning uchun enemy skriptini ochamiz, update ichida tekshirib olamiz. If transform position.y kichik bo'lsa -10 dan -11, -12, o'sha -10 dan pastga tushib ketadigan bo'lsa, destroy game object deymiz. Enemylarni mana pastga tushsa o'ldirib yuboramiz va spawn manager skriptining ichida yana bitta o'zgaruvchi kiritamiz. Public int enemy count.
va update ichida update kerak bizga. Sanab borishimiz kerak bo'ladi. Enemy countni doimiy sanashimiz kerak. Buning uchun find game object emas, find game object kerak bizga. Find object by type. Find objects by type bo'lsin enemy. Ya'ni qaysi obyektda enemy komponenti bo'ladigan bo'lsa, o'sha find objects sort mode none deymiz va length deymiz, nuqta virgul. Va bu tekshiramiz. If enemy count teng 0 ga teng bo'lsa, spawn enemy ni chaqiramiz bittadan. Boshida 3 ta bo'lsin, 3 ta pastga tushib ketgandan keyin enemy qolmasa platformada va qaytadan yana bitta enemy yaratilsin degan narsa yozdik. Play qilib o'ynab ko'ramiz. Boshida 3 ta yaratiladi. Uchalasi pastga tushib ketadi. Platforma qolmasa, enemy qolmasa, o'zim olib qoldim-ku. Hozir o'zim olib qoldim. O'yin o'zolmas ekan. Mana pastga tushdi. Pastga tushdi. Mana har safar bitta yaratilyapti. Endi yana ozgina o'zgartirish kiritamiz. Demak, tushunarli bo'ladigan bo'lsa, o'ldirish yozdik. Minus y da minus 10 dan pastga tushib ketsa o'lsin dedik. Spawn managerda update ichida doim enemy count sanab boryapmiz. Mana bu kod o'yindagi enemylarning sonini sanab beradi bizga nechta. Agar ular 0 ga teng bo'lsa, qaytadan yangi enemyni yaratsin bitta deb. Endi ozgina o'zgartirish kiritamiz. Bu yerda mana boshida public deymiz. Public int wave number deymiz, teng 1 deymiz. Mana shu wave number doimiy boshida 3 ta emas, bitta yaratilishi kerak. Mana 1 berdik va bu wave number har safar oshib borishi kerak bo'ladi. Buning uchun mana update'imizning ichida plus qilamiz. Bittaga oshiramiz va bu 1 emas, wave number beramiz. Shunda har safar oshib boradi. Bitta, 2 ta, 3 ta ga oshib boradi. ikkita bo'ldi, 3 ta bo'ldi, 4 ta bo'ldi.